Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli görürmenler. İstiklal gündelik haberlerini görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibideki en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Qanamsızda qıtanlar ekranımız olsun. Aldınqı yılı 126 milyard 700 milyon kilowatt saatlik tok Xitayga toşulğan. Xitay 2024 yılı atalmış Şinjanның tokini sirtqi yetkizish namida Şarkı Türkistan'dan bulang-talang qilib Xitayga toşuğan tok miqdori 126 milyard 700 milyon kilowatt saatga yetgan. Şarkı Türkistan'daki Xitay Teşviqat organi Tangritog to'rining 23 yanvar xabar qilishicha, atalmış Şinjan Energiya Cheklik Mas'uliyati şirkati 2024 yılı Şarkı Türkistan'dan Xitayga toşup ketgan tok miqdori 126 milyard 700 milyon kilowatt saatga yetgan. Xitay axborot vositalarining xabar qilishicha, Xitay Şarkı Türkistan'ның tokini Xitay o'lkalariga to'shishga boshlagandan tortib 2024 yilgacha Xitayga to'shilgan tok miqdori uda 5 yil 100 milyard kilowatt saatdan eshib, yiliga o'ttir hisob bilan 4,6% oshgan. 2024 yılı Şarkı Türkistan'dan Xitayga to'shilgan yangi energiyalik tok miqdori 39 milyard 200 milyon kilowatt saatga yetgan. To'shilgan umumiy tok miqdori 38 milyon 330 ming tonna o'lchamlik ko'mirga barobar bo'lib, yuk ko'tarish miqdori 60 tonna bo'lgan 890 ming vagonliq yuk transport poyezi orqali to'shishga to'g'ri keladi ekan. Xitay atalmış Şinjanның tokini sirtqi yetkizish ko'lamini yildan yilga kengaytgan bo'lib, 2010 yili Şarkı Türkistan'ның tokini Xitayga to'shish boshlangandan buyon yetkizish ko'lami 42 hassa oshgan. Şarkı Türkistan'ның toki bilan ta'minlanadigan Xitay o'lkasi 7 dan 22 ga ko'paygan. Xabar qilinishicha, atalmış Şinjanның tokini sirtqi yetkizish bo'yicha turaqliq tok yetkizish 3-yo'li bo'lgan Qumul Chongqing alohida yuqori besimliq turaqliq tok yetkizish qurilishi jiddiy qurilayotgan bo'lib, bu qurilishni 2025 yilining oxiridan burun bitkizib ishga kirishtirish mo'ljallangan. Bu qurilish bitgan vaqtida Şarkı Türkistan'ның bulang-talang qilingan elektr energiyasini Xitayga to'shish iqtidori 33 milyon kilowattga yetadi ekan. Sirtqi yetkizgan yangi energiyalik tok miqdorining nisbati hozirgi 30% dan 50% ga o'sadi ekan. Növbətdə Şarkı Türkistan Xitayның ko'lami eng cho'ng bo'lgan yangi energiyani sirtqi yetkizish bazasiga aylangan. Yaqinqi yillardan beri Xitayning Şarkı Türkistan'dagi turli boyliqlarni bulang-talang qilishi irqiy qirg'inchilik jinoyatiga mos holda tez sur'at va keng ko'lamda davomlashmoqda. Ishg'oliyat ostidagi Şarkı Türkistan'dan chiqayotgan g'oyat zo'r boyliqlar Xitayning iqtisodiy krizisi va energiya krizisini hal qilish uchun muhim o'rinda turayotgan bo'lib, bu sababli Xitoy bulang-talangning ko'lami turini davomli ko'paytmoqda. Fransiya parlament a'zolari Tailandni Uyg'urlarni Xitoyga qaytarmaslikka chaqirdi. Fransiyaning bir qism parlament a'zolari va mutaxassislar Tailand hukumatini tutqundagi Uyg'urlarni Xitoyga qaytarmaslikka chaqirdi. Fransiya xalqaro radiosining xabar qilishicha, Tailandda tutib turilayotgan 48 Uyg'urning taqdiri hozirgacha noma'lum bo'layotgan bir mezgilda Fransiya parlamentining bir qism a'zolari va Yevropa parlamenti a'zolari 23 yanvar Ozodlik gazeti orqali Tailandning Fransiyada turishliq elchisiga maktub yo'llagan. Yaqinqi bir necha hafta mobaynida Tailandda 10 yildan ortiq tutib turilgan 48 Uyg'urning taqdiri muhojiratdagi Uyg'urlar va inson haqlari tashkilotlarining diqqatini va andisini qo'zg'agan edi. Garchi Tailand hukumati Uyg'urlarni Xitoyga qaytarish qarori borligini rad qilgan bo'lsa-mu, ammo munosabatlik bayonlari yanada mujmal bo'lgan. Uyg'urlarning taqdiriga ko'ngil bilib kelayotgan fransiyalik Yevropa parlamenti a'zosi Chris Kaufman 23 yanvar boshqa fransiyalik Yevropa parlamenti a'zolari va Fransiya parlament a'zolari bilan birlikda Fransiyaning Ozodlik gazeti orqali Tailandning Fransiyada turishliq elchisiga ochiq maktub yo'llagan. Maktubda Tailand hukumatini Xitoyning yaqinqi yillarda Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarga qaratgan bostirish va zulmlarni nazarda tutib, xalqaro kelishimlarga amal qilishga va inson haqlari prinsipi bo'yicha mazkur 48 Uyg'urning Turkiyaga berish talabiga hurmat qilib, ularni Xitoyga qaytarmaslikka chaqiriq qilgan. 24 yanvar mazkur parlament a'zolari Parijda Yevropa Uyg'ur instituti bilan birlikda axborot yig'ini o'tkazib, Tailand hukumatini Uyg'urlarni Xitoyga qaytarmaslikka chaqirgan.
Amerika va Xitoy tashqi ishlar ministrlari telefon suhbati o'tkazdi. Amerika tashqi ishlar ministri Marco Rubio Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan telefonda suhbat o'tkazgan bo'lib, orqadan yangi hukumatning Xitoy siyosati va rayon siyosati haqida xabar e'lon qilingan. Amerika ovozining xabar qilishicha, yangi tayinlangan Amerika tashqi ishlar ministri Marco Rubio 24 yanvar Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan telefon suhbati o'tkazgan. Marco Rubio suhbatda Trump hukumatining Amerika manfaatini ilgari suradigan, Amerika xalqining orzusini oldingi o'ringa qo'yadigan Amerika-Xitoy munosabati bo'yicha harakat qiladiganligini ta'kidlagan. Marco Rubio yana Amerikaning rayondagi ittifoqdoshlariga bergan va'dalarini ta'kidlash bilan birga, Xitoyning Tayvan va Janubiy dengizda davom qilayotgan majburlash harakatlaridan ig'ir andisha qilayotganligini tilga olgan. Marco Rubio yana Wang Yi bilan ikki taraflama hamkorlashish, rayonlik va dunyoviy ahamiyatga ega boshqa masalalarni muzokara qilgan. Trump Xitoyga 10% qo'shimcha boj qo'yish bilan vazifasini boshladi. Amerikaning yangidan saylangan prezidenti Donald Trump saylam jarayonida aniq ifoda bildirib, Xitoy mahsulotlariga eng ko'p bo'lganda 65% kichik boj qo'yadiganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, ammo rasmiy vazifaga o'ltirgandan keyin Xitoy mollaridan e'linadigan bojning 10% bo'ladiganligini e'lon qilgan. Fransiya xalqaro radiosining 25 yanvar xabar qilishicha, Trumpning oldin mo'ljalligida bo'lmaydigan xarakteri uning Xitoyga qo'ygan boj masalasida namoyon bo'lgan. U prezidentlikka o'ltirgan ikkinchi kuni Xitoyning fentanil zaharlik chekimlikning Meksika va Kanada orqali Amerikaga ko'plab kirishiga yo'l qo'yganligiga jazo berish uchun Xitoyga 10% qo'shimcha boj qo'yadiganligini bildirgan. Ammo bu sanni uning saylamdan ilgari Xitoy mollariga qo'ymoqchi bo'lgan 65%lik boj bilan selishtirg'ili bo'lmaydi ekan. Bildirilishicha, uning Xitoyga bo'lgan maydonida bir qadar o'zgarish bo'lgan. Chunki u ilgari tahdid solgandek darhol boj qo'ygan. U yana Xi Jinping bilan suhbatlashishga tayyor ekanligini bildirgan bo'lib, bu Trumpning Xitoyga bir qadar nafaslanib olish fursati berganligi hisoblandi ekan. New York vaqtigasining tahlil qilishicha, Trumpning harakatidan Xitoy bilan savdo qilish niyati borligi ko'rinib turadigan bo'lib, bu orqali Xitoyga o'zining eng jiddiy masalalarni hal qilish uchun zarur bo'lgan vaqt berishi mumkin ekan. Bu masalalar to'xtab qolgan iqtisodni asliga keltirish, Xitoyning rekord yaratgan 7 trillion yuanlik savdo summasi sababli jiddiylashgan savdo sheriklik munosabatini yumishtish qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Xitoy Filippinning tadqiqot paraxotiga qonunsiz to'sqinlik qildi. Xitoy dengiz sahili muhofazat atriti va dengiz armiya paraxotlari Janubiy dengizda Filippinning baliqchilik va suv manbalari idorasiga tava ikki tadqiqot paraxotining yo'lini to'sdi. Bu vaqa ikki davlat o'rtasida jiddiychilikka sabab bo'ldi. Filippin dengiz sahili muhofazat organining e'lon qilishicha, bu vaqa ikki davlat o'rtasida egilik huquqi ixtilofi keltirib chiqargan Spratli orollarining shimolidagi Sandy tumshqi yanada yuz bergan. Bildirilishicha, Xitoy dengiz sahili muhofazat atriti paraxotlari rayonda tadqiqot elib berayotgan ikki Filippin paraxotiga yaqinlashgan. Xitoy paraxotlariga tava tik uchar tumshqdan qum avrishkisi elish uchun paraxotdan chiqqan ikki kemaning ustida uchib tadqiqot xizmatlariga to'sqinlik qilgan. Xitoy dengiz sahili muhofazat atriti tarafidan e'lon qilingan bayonotda bo'lsa, rayonga qonunsiz kirgan ikki Filippin paraxotining to'sib qilinganligi va tumshqi yiqilishib qum avrishkisi elishga tirishgan paraxotlarmo ogohlantirilib, yiroqlashtirilganligi da'vo qilingan. Sandy tumshqi 1974-yili Vyetnam tarafidan ishg'ol qilingan bo'lib, yaqinqi 25 yil ichida hech bir davlatning to'liq kontrolligiga o'tmagan edi. 7 gektar kenglikdagi bu qumliq orol Janubiy dengizda Xitoy bilan Filippin o'rtasidagi yangi bir to'qinishga aylangan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmada ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.